Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Uzoq yillar ishladi, qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb, ana shu kompaniyaning raisiga borib turib murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaradim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi, "Bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz" dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Nari-veri qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir-qish qilib, sementni aralashtirib, choloq qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir-qish qilib urdi. Отделкani qo'ldan o'tkicha, egasidan yetkizadigan qabilda qildi. Nari-veri uyni epladida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. 1 yilda bitadigan 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayin oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu yuzni o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizni sizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi.